16 yoshli qiz nima haqida orzu qilish kerak? Chiroyli ko'ylaklar, o'qish, birinchi muhabbat. Lekin mening 16 yoshimda orzu qilish tugul, nafas olishga ham haqqim yo'q edi. Men o'z ota-onam tomonidan o'zimdan 10 yosh katta, mutlaqo notanish odamga sotilgan edim. O'sha qorong'i yotoqxonada uning sovuq qo'llari tanamga tekkanda, mening bolaligim ham, ayolligim ham tiriklayin ko'milganini angladim. Lekin bu mening do'zaximning faqatgina boshlanishi ekan. Assalomu alaykum, qalbining tubida aytilmagan dardi, yig'lanmagan yoshlari bor azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga bir ayolning, yo'q, huquqsiz bir qulning qanday qilib o'z oyog'iga turgani, xiyonat va xo'rliklardan o'tib, toshga aylangan yuragi haqida so'zlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu hikoya balki qaysidir onaning, qaysidir qizning ko'zini ochar. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Men oilada yagona qiz edim. Ammo bu yagonalik menga mehr emas, faqat majburiyat va qamoq olib keldi. 16 yoshga to'lar-to'lmas ota-onam meni erga berishga qaror qilishdi. Kuyov mendan roppa-rosa 10 yosh katta, qandaydir sovuq va qattiqqo'l inson edi. To'y qanday o'tganini, u uyga qanday kirib borganimni xira tushdek eslayman. Men go'yoki o'z hayotimning tomoshabini edim, boshqalar esa ssenariyni yozib, meni o'ynatishardi. Kelinchak. Qanday chiroyli, jarangdor so'zi. Lekin mening kelinlik davrim bir hafta ham davom etmadi. Erim uzoq muddatga, uzoq shaharga mardikorlikka, taksi haydagani ketib qoldi. Men esa butun boshli, katta va shafqatsiz oilaning xizmatkoriga, cho'risiga aylandim. Birinchi kelin bo'lganim uchun uyning butun og'ir yuki mening yelkamga tushdi. Erta tongdan kechgacha tinim bilmasdim. Sigir sog'ish, xamir qorish, non yopish, kir yuvish. Qo'llarim qadoq bo'lib, o'zim esa igna yutgan itdek ozib ketgandim. Eng yomoni charchoq emas, qadrsizlik edi. Qaynonam meni umuman ko'ra olmasdi. Men uning ko'zida faqatgina ishchi kuchi edim. Erim uyga bir, ba'zan 2 oydan keyin qaytardi. Men undan shirin so'z, e'tibor, hech bo'lmasa qandaydir himoya kutardim. Ammo u kelishi bilan qaynonam meni yomonlashni, yo'q joydan ayb topib gijgijlashni boshlardi. Erim esa onasining so'ziga kirib, hali 17 yoshga ham kirmagan nimjon xotinini ayovsiz do'pposlardi. Uning katta, og'ir mushtlari yuzimga, vujudimga tekkanda, men o'limni orzu qilardim. U meni ayol o'rnida ham ko'rmasdi, go'yoki urib-tepib ishlatiladigan eshakdek munosabatda bo'lardi. Onamga, dadamga yig'lab bordim. Ona, jon ona, meni u jahannamdan qutqaring deb oyoqlariga yiqildim. Lekin onam nima dedi bilasizmi? Ayolning baxti sabrida. Qaytib kelsang, men o'zim seni o'ldiraman. Eringni uydan faqat joning chiqsin. Mening tirik yetim ekanligimni, hech kimga kerakmasligimni o'sha kuni o'z onamning ko'zlariga qarab tushundim. U uyga qaytdim. Yana o'sha xorlik, yana o'sha do'pposlashlar. Homilador bo'la olmaganim esa ular uchun yana bir qurolga aylandi. Tug'mas iflos degan haqoratlar har kuni quloqim ostida yangrardi. Men dardu hasratimni faqat qog'ozga aytishni o'rgandim. Maktabda o'qib yurganimda meni yaxshi ko'radigan bir yigit bor edi. U hech qachon menga yomon gapirmagan, doim hurmat qilgan yigit. O'sha o'lik va tushkun kunlarning birida ko'z yoshlarim bilan qog'ozga unga xat yozdim. Meni qutqar, men bu yerda baxtsizman deb yozdim. Lekin u xatni yubormadim, jo'natishga jur'atim ham yetmasdi. Uni shunchaki yostiq tagiga yashirib qo'ydim. Ammo qismatning qora o'yini shu yerda boshlandi. O'sha yashiringan xatni qaynog'am topib oldi. U xatni to'g'ri erimning qo'liga tutqazdi. O'sha oqshomni eslasam, hozir ham butun vujudim qaltirab ketadi. Erim xatni o'qib, ko'zlari qonga to'ldi. U meni xiyonatda ayblab shunday urdiki, men qonga belanib hushimdan ketdim. U meni sudrab borib, ota-onamning hovlisiga itarib tashladi. Olib qol iflos qizingni, dedi u va eshikni qarsillatib yopib ketdi. Men 17 yoshimda hali hayot nimaligini, mehr nimaligini tushunmay turib, beva va buzuq degan tamg'a bilan uyga qaytdim. Hamma meni qo'li bilan ko'rsatardi. Ana eri haydab yuborgan qiz derishardi.
Ota-onam mendan or qilishardi. Shu darajaga borishdiki, dadam meni el-yurtning gap-so'zdan qochirib, o'zi ishlaydigan uzoq shaharga o'zi bilan olib ketdi. Shaharda yashab men biroz o'zimga keldim. Odamlardan uzoqda jarohatlarim asta-sekin bita boshladi. Oradan 4 yil o'tdi. Men 22 yoshga kirdim. Yana sovchilar kela boshladi. Men o'lgudek qo'rqardim. Kerakmas, men boshqa qul bo'lishni xohlamayman, derdim yig'lab. Lekin ota-onam yana o'z bildiklaridan qolishmadi. Yoshi o'tyapti, qari qiz bo'lib qoladi, deb yana qandaydir qarindoshlar orqali meni ikkinchi marta majburlab erga berishdi. Bu safar kuyovim mendan unchalik katta emas, o'ziga to'q, birinchi xotinidan farzandsizlik sabab ajrashgan yigit edi. Ismi Rustam. Yangi uy unchalik katta emas, qaynota-qaynona yo'q, faqat qaynog'i va qaynopalar bor edi. Rustam kenja o'g'il edi. Men bu safar hammasi boshqacha bo'ladi deb o'zimni ishontirdim. Tinmay ishlardim, poyandozdek to'shalardim. Va oradan 6 oy o'tib, mo'jiza yuz berdi. Men homilador bo'ldim. Uyda bayram bo'lib ketdi. Xudo bizga o'g'il farzand berdi. Hamma meni boshiga ko'tardi. Men baxt nimaligini, oila nimaligini endi his qilyapman, deya quvonib yashay boshladim. Ammo xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi. O'g'limiz 3 yoshga to'lganda Rustamni ishdan bo'shatishdi. U boshqa ish topa olmadi. To'g'rirog'i, izlashni ham istamadi. U kun bo'yi uyda yotar, asabiylashib men bilan urishardi. Uydagi bor yo'q pul tugadi. Non sotib olishga ham qiynalib qoldik. Men chiday olmadim. Ota-onamdan yig'lab, yalinib ozgina pul qarz oldim va bozorga chiqa boshladim. Dastlab oddiy kiyim-kechak, mayda-chuyda sotdim. Kechalari uxlamay, qishning sovug'ida, yozning jaziramasida bozorda turardim. Rustam esa uyda, issiq joyda o'g'limga qarab o'tirardi. Uning erkaklik g'ururi men boquvchi bo'lganimdan umuman og'rinmasdi. Aksincha, bu unga juda qulay edi. Ishlarim yurishib ketdi. Men katta bozorlardan ulgurji mol olib kelib sota boshladim. Pul topishni, pulni ko'paytirishni o'rgandim. Tanib bilishlarim ko'paydi. Keyin menga noqonuniy, chegaradan yashirincha qimmatbaho mollar olib o'tishni taklif qilishdi. Foydasi katta, boyib ketasan, deyishdi. Men o'g'limning kelajagi uchun, uy olish uchun bu xavfli o'yinga kirdim. Va quladim. Juda yomon quladim. Katta miqdordagi mollarim bojxonada musodara qilindi. Men qop-qora qarz botqog'iga botdim. Topgan-tutgan hamma narsam havo bo'ldi. Men qarz egalaridan yashirinib yurardim. Rustam esa menga yordam berish o'rniga o'zing pishirgan osh, o'zing ye deb o'girilib oldi. Men o'g'limni bag'rimga bosib kechalari unsiz yig'lardim. Boshqa ilojim qolmadi. Qarzni uzish uchun uzoq Rossiyaga, tog'amning yoniga ishga ketishga majbur bo'ldim. Rustam bunga osongina rozi bo'ldi. Mayli, boraver, qarzni uzishing kerak, dedi u xotirjamlik bilan. O'z xotinini, bolasining onasini musofir yurtga, og'ir mehnatga kuzatish u uchun oddiy hol edi. Men o'g'limni, o'z yuragimning parchasini qaynonamga va shunga o'xshagan erga tashlab ketishga majbur edim. Aeroportda o'g'limni hidlab jonim uzilayozdi. Rossiyaning sovuq, ayozli kunlari boshlandi. Men u yerda qora mehnat qildim. Farroshlik qildim, muzdek joylarda ishladim. O'g'limni sog'inib kechalari ko'rpani tishlab dodlardim. Tanam og'riqdan zirqirardi, lekin qarzni uzishim kerak degan o'y meni yashashga majbur qilardi. 2 yilda qon tupurib ishlab hamma qarzimdan qutuldim. 3-yili ishlab o'g'limning 7 yoshiga atab katta to'y qilib yubordim. Men o'zimni fido qilib bo'lsa ham oilamni ushlab turibman deb o'ylardim. Ammo O'zbekistonga qaytganimda meni uyda nima kutayotganini bilsangiz edi. Rustam o'zgargan edi. U menga befarq, sovuq munosabatda bo'lardi. U mening Rossiyadan yuborgan pullarimga yaxshigina o'rganib ishlash haqida butunlay unutgandi. U men bilan xotinidek emas, o'zining bankomati, homiysi kabi muomala qilardi. Men uni yonimga chaqirib, "Rustam, endi o'zing ishla, men charchadim", dedim yig'lab.
U esa menga shunday sovuq va qattiq gapni aytdiki, mening 10 yillik umrim, fido qilgan yoshligim bir soniyada kulga aylandi. Agar senga yoqmasa ketaver, dedi u qoshini ham chimirmay. Men sen bilan faqat bola uchun, sening pullaring uchun yashab keldim. Sendan ko'nglim allaqachon qolgan. U bu gaplarni shunchalik yengil aytdiki, men o'z o'rnimda muzlab qoldim. U mening fidoyiligimni, mening sevgimni shunchaki sotib olingan moldek qabul qilgan ekan. Men o'zimni shunchalik xorlangan, shunchalik pastga urilgan his qildimki, bunga chidab bo'lmasdi. Men o'z-o'zimga savol berdim, Laylo, sen qachon o'zing uchun yashaysan? 16 yoshingda sotinglashdi. Keyin shu tekinxo'rga sotilding. Yana qancha o'zingni qurbon qilmoqchisan? Men o'sha kuni yig'ishtirindim. O'g'limni oldim va uydan chiqib ketdim. Men ajrashdim. O'g'lim ba'zan dadasining oldiga, ba'zan mening yonimga kelib ketadi. U 3-sinfga bordi. Men yana Rossiyaga, o'sha sovuq shaharga qaytishga majbur bo'ldim. Chunki men endi o'zim uchun, bolamning kelajagi uchun yashashim kerak. Onam o'g'limga qarayapti. Men 31 yoshdaman. Odamlar bu yoshda endi gullaydi, orzu qiladi. Men esa ich-ichidan qarib toshga aylangan hissiz ayolman. Men baxt nima ekanini, qadrlanish nima ekanini umuman bilmadim. O'ylayman, balki hamma ayb o'zimdadir. Nega boshida 16 yoshimda qarshi chiqmadim? Nega o'z huquqlarim uchun kurashmadim? Ayol kishi faqat sabr qilishi, doim bo'yin egish kerak degan zaharli yolg'onlar mening butun umrimni yeb bitirdi. Ayolning baxti faqatgina erining soyasida emas ekan. Ayolning baxti avvalo o'zini hurmat qilishida, o'z qadrini bilishida ekan. Aziz opa-singillarim, sizlarga yagona o'tinib so'raydiganim shu, hech qachon o'z qizingizni erta, uning xohishsiz erga bermang. Uni birovning xizmatkoriga aylantirmang. Ayol kishi ta'lim olishi, o'z oyog'ida mustahkam turishi kerak. Shunda hech qanday pastkash erkak uni pul uchun yoki boshqa narsa uchun bu qadar xo'rlay olmaydi. O'zingizni hech qachon tekinga, soxta mehrlar uchun qurbon qilmang. Agar mening bu dardli, achchiq hikoyam sizning yuragingizga ozgina bo'lsa ham ta'sir qilgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda o'z munosabatingizni, o'z hayotiy tajribangizni yozib qoldiring. Bu Hikoyachi Momo kanali edi. Hech qachon o'zligingizni yo'qotmang. O'zingizni asrang. Ko'rishguncha.